Nima uchun salom bersa alik olmaysiz? Ey vatandoshim, farzandimni bog'chaga olib ketyapman. Assalomu alaykum deb salom beryapti. U salomga alik olmayapti. 40-45 yoshli inson. Yoshi kattaroq, 80, 75-80 yoshi kattaroq bo'lsa qulog'i eshitmay qolishi mumkin. Sog'lig'ida muammo bo'lishi mumkin. Salom bersa qarab qo'yib o'tib ketyapti. Alik olish uchun ilm yo'q. Biz farzandimizni kattalarni hurmat qilishga, salom berishga o'rgatamizmi hammamiz? Siz salomga alik olmasangiz, har 10 ta odamdan 2 ta 3 ta shunday alik olmaydi. O'zim qator odamlarga ham assalomu alaykum desam unday qarab qo'yadi. Hayron qoladi. Hayron qoladigan narsam bu. Va alaykum assalom deb o'tib keting. Ko'ksiga qo'lini qo'yib salom beryapti bolalar. E'tibor bermayapti kattalar. Bu mensimaslikmi, ilmsizlikmi bu, farosatsizlikmi? Bunisi menga qorong'u. Atrofingizdagi yoshlarga e'tiborliroq bo'ling. Ota-onasi uni sizni hurmat qilishga, salom berishga undayaptimi? Ularni boyagi tarbiyasini sindirmang. Bola ertaga salom bermaydigan bola bo'ladi. Keyin yo'ldan o'tayotganda ko'ziga tik qarab o'tib ketadi. Qaysidir insonning qilgan xatosi uchun. O'sha uchun hammamiz birgalikda farzandlarimizni qilayotgan tarbiyamizni qadrlab, bu yerda bu qadrlar keyingisiga o'taveradi. U ham kichkinalardan talab qiladi, salom bergin deydi. Men salom beraman deb o'zini namuna qilib ko'rsatadi. Sizlarda ham shunaqa bo'lib turadimi? Salom bersangiz alik olmaydigan, ko'ziga qarab o'tib ketaveradi. Ko'p bo'lyapti menda shunaqasi.